Savollarimizga to'g'ri javob bersanglar 100 ming so'm yutib olasizlar yoki Tashkent Optical'dan maxsus sovg'a. Odam kuniga ko'zini necha marta yumib ochadi? Voy. Bilmadim aka. 7 marta. Ko'p marta ochsa kerak rasm. Mingtadan ko'p. Taxminan bordir bir 5000 6000 marta. Bilmadim, mingdan oshib bo'lsa kerak. Ya, taxminan Martacha bo'lsa kerak. 3000, undan ham ko'proq. 20000. 20 ming ko'p. Tashkent Optical'ga obuna bo'lib qo'ysangiz, sizga podskaska berishim mumkin. Tashkent Optical Instagramiga obuna bo'lyaptilar. Sizlar ham zo'r YouTube'lar uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Ну, примерно может. Уже podskaska bermasimdan уже topdilar. Gap yo'q. Dudududun diqqat savol. Variantlar: A 5 mingta, B 15 mingta, C 50 mingta. 15000 ta ekan, demak. To'g'ri javob topdilar. Mana sizga Tashkent Optical'dan naborimizni sovg'a qilamiz. Mana aka, sizga. Mana aka, kattakon, sizga. Toshkent Optical. Yaxshi ko'r.